Assalomu alaykum. Bugungi darsimizning mavzusi nerv tizimi, rejamiz. Birinchisi nerv tizimining tuzilishi, ikkinchi rejamiz neyron va neuralgiya va uchinchisi bosh miyaning tuzilishi. Neyron va neuralgiya. Bilamizki, neyron bu organizmdagi, ya'ni bir o'simtalar hisoblanadi va bularni oziqlantiruvchi qismlar ham mavjud. Bu ana shu neyronlarni oziqlantiruvchi qismlarga neuralgiya deyiladi. Neuralgiyalar, ya'ni bularga astrositlar, oligodendrotsitlar va mikrogliyalar, bular mana shu neyronni oziqlantiruvchi qismlar hisoblanadi. Asosiy bilamizki, bu neyron haligi organizmdagi barcha tashqi taassurotlarni hosil qilishda muhim ishtirok etadi. Mana shuning uchun neyron va neuralgiya birgalikda bu ishni amalga oshiradi. Organizmdagi barcha neyronlardan neuralgiya 10 barobar ko'p hisoblanadi. Nerv sistemasi strukturaviy birligi bu neyron hisoblanib, asosan bu demak tana qismi va dendrit, ya'ni shoxlangan qismi va akson qismlaridan tashkil topgan. Aksonning uch qismlari, demak akson oxiri bu keyingi neyronning demak o'sha dendrit qismlari bilan demak birlashtiruvchi qism hisoblanadi. Bunda bilamizki, akson asosan miyelin deb nomlangan moddadan, ya'ni yog'simon moddadan tashkil topgan, shuning uchun u oq ko'rinishda demak bo'ladi. Bilamizki, akson hamda dendritlar, ya'ni mana shu neyrondagi bir neyrondan ikkinchi neyronga reseptorlarni o'tkazishda demak mana sinapslar muhim rol o'ynaydi. Ya'ni sinapslarning ulangan joyi keyingi neyronning dendrit qismiga demak to'g'ri keladi. Buni biz alohida ko'rib chiqadigan bo'lsak, alohida sinapsni o'zini ko'rib chiqsak, bunda bilamizki, pufakcha mediatorlardan tashkil topgan pufakchalar va mana shu qabul qilingan turli xil reseptorlarni pufakchalar demak o'zlariga birlashtirib va mana shu sinaps yorug'ligiga yetkazib beradi va mana shu sinaps yorug'ligida joylashgan reseptorlarga ta'sir natijasida keyingi qismlarga demak bu o'tkazilish natijasida hosil bo'ladi ma'lum bir harakat yoki bo'lmasa ichki sekresiya bezlaridan ishlab chiqarilgan gormonlar va muskullarning harakatlari sodir bo'ladi. Neyron tiplari demak bu 3 xil bo'ladi. Ya'ni birinchisi bu harakatlantiruvchi neyronlar, ikkinchisi bu oraliq neyronlar va uchinchisi sezuvchi neyronlar. Demak mana shu 3 ta demak neyron tiplari. Keyingisi nerv sistemasi. Nerv sistemasi bilamizki, ikki xil, ya'ni markaziy nerv sistemasi hamda periferik nerv sistemasidan tashkil topgan. Demak, markaziy nerv sistemasiga bularga bosh miya va orqa miya kirsa, periferik nerv sistemasiga nervlar hamda nerv tugullari, butun bir tanaga tarqalib ketgan nervlar va nerv tugullari kiradi. Bilamizki, bu orqa miya joylashishga, demak umurtqa pog'onasida joylashgan. Demak, buning uzunligi katta yoshli insonlarda 40-45 sm tashkil etadi. Diametri 1 sm va massasi 30-40 gram tashkil etadi. Asosan bu orqa miya 4 ta segmentdan tashkil topgan. Bu birinchisi bo'yin segmenti, 8 ta, ko'krak segmenti 12 ta, bel segmenti 5 ta va do'ng'aza segmenti demak 5 ta qismdan demak tashkil topgan bo'ladi. Orqa miyaning tuzilishi. Orqa miya bu biz bilamizki, kapalaksimon shakldagi kulrang moddasidan hamda oq moddadan tashkil topgan bo'ladi va o'rtasida demak orqa miya kanal joylashgan va mana shu orqa miya kanali suyuqlik bilan to'lgan qismi hisoblanadi va mana shu kapalaksimon kulrang moddaning orqa qismidan demak orqa sezuvchi nervlar, oldingi qismidan esa harakatlanuvchi demak nervlardan tashkil topgan bo'ladi. Orqa miyaning demak bu tuzilishi harakatni mana ko'rib turibmiz bu ko'rinishda, demak kulrang moddasidan demak o'sha orqa tarafdan demak harakat sezuvchi neyronlarni demak harakatlantirish tizzada demak biz bilamizki, to'r boshli muskullardan tashkil topgan. Bunda o'sha olacha bilan unda ta'sir ko'rsatilganda tizzada demak o'sha harakatlantiruvchi neyronlarning hosil bo'lishi va bu tariqa demak o'sha oyoqning qimirlaganligini ko'rishimiz mumkin. Demak bu javob reaksiyasining hosil bo'lishi. Bunda demak bosh miyaning ko'rinishi, endi alohida ko'rib chiqadigan bo'lsak, bosh miya qismlari, stvol qismi miya yarim sharlaridan tashkil topgan. Bosh miyaning stvol qismlari demak mana shu qismni tashkil topgan bo'ladi. Bu asosan biz bilamizki, chaqaloqlarda o'sha massasi 450 gram, katta yoshliklarda esa 1020 demak 1970 gramgacha bo'ladi. Demak, insonlarda bosh miyasida o'sha neyronlarning soni 70 milliarddan 100 milliardgacha demak bo'lishi mumkin. Demak, alohida ko'rib chiqadigan bo'lsak, bosh miyani birinchi ko'rinishi, ya'ni bu yerda
bo'yoq holatda ko'rilgan. Bu mana shu oraliq miya, o'rta miya hamda uzunchoq miyani kulrang moddadan tashkil topganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, mana shu qismlari demak alohida demak ko'rsatib o'tilgan. Biz har bittasini alohida ko'rib chiqadigan bo'lsak, uzunchoq miya bu o'tkazuvchi har birining alohida o'zining vazifasi bor. Uzunchoq miya orqa miyaning keyingi qismi hisoblanib, asosiy vazifasi o'tkazuvchanlik va reseptorlik vazifasi va buning asosiy boshqariladigan qismlari, ya'ni qaysi a'zolar qaysi faoliyat boshqarilishiga, nafas olish sistemasiga, hazm qilish, yurak urishi, himoya qismiga asosiy vazifalarni demak bajarar ekan. Miya ko'prigi demak bu boshqaradi, bu ko'z sohqasidagi muskullar hamda yuz muskullari harakatlarini demak boshqaradi. Mana ko'rib turibmiz, miya ko'prigining joylashishi bu orqa miyaning yuqori qismida, uzunchoq miyaning yuqori qismida joylashgan. O'rta miya ko'rib turibmizki, bu ya'ni asosiy vazifasi, ya'ni qismlari, demak miya oyoqchalari 4 tepalik va suv yo'lidan, demak 4 ta tepalik hamda suv yo'lidan tashkil topganligini ko'rishimiz mumkin. Ularning asosiy vazifasi skleroz muskullarining tarangligini, nozik harakatlarni ko'rish, eshitish va chamalash reflekslari, yorug'lik tomonga harakatlanish vazifalarini va ichki organlarning ishini demak boshqarish vazifalarini demak bajaradi. Oraliq miya boshqaradi, ya'ni ichki organlar ishini muvofiqlashtiradi, moddalar almashinuvi, ko'rish, och qolish va chanqash hislarini demak boshqaradi. Ya'ni bu mana shu demak oraliq miya ushbu funksiyalarni bajaradi. Miyacha bu mushaklar tonusi, mushaklarni demak harakatini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Bosh miya katta yarim sharlari, bular ya'ni tashqi qavat kulrang moddasi va ichki qavat demak oq moddadan tashkil topgan. Bularning o'sha qalinligi 2,5-3 mm ni tashkil etadi. Hujayralarning soni 14-16 milliardga yaqin. Yuzasining demak o'sha qalinligi demak 1468-1670 cm kvadratga demak teng.